Assalomu alaykum, hurmatli yaqinlar, do'stlar, kanalimiz a'zolari. 21-aprel 2026-yil bugun Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidan kelgan akamizni labolarga, hojibamiz labolarga tunuka o'ra berdik. 3-labolarni olib kelishlar ekan. Ahamiyat berib qo'yasizlar. Imkon qadar chiroyli qilib berdik. Pollarni ko'rib turibsizlar. Choki yo'q, hech qanaqa petnosi yo'q. Silliq, chotki holatdagi tunukalar qilib berganmiz. Mana bu joylarda baqvat qilib konteyner pollar qo'yganmiz, shumkalarni qo'yganmiz. Ko'pchilik u nimaga kerak deydi. O'sha narsani mana bu laboda ko'rsatib beramiz. Bu laboni biz qoplamaganmiz. Mana bu joyda mana konteyner pol qo'yilsa, ana shu narsa to'g'ri holatda turadi. Mana bu holatda ko'rib turibsizlar. Bu narsa kelib tegsa kirib ketib qolishi mumkin. Mana hashay tushadi. O'sha narsa bo'lmasligi uchun qo'yiladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida o'rnatib qotirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Do'stlarga, yaqinlarga ushbu videoni jo'natishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.